Стоят тут амбалы, стоят. Şu kanundan mensimeyin, nakanoni kuruluş desek hiç kim tınlamasa, kanunu mensimeyen adamını indi ne da baytsa boladı. Kanunun ham seni, başkan ham seni dep durgan gapmışın da bu. Şimdi fakat Xudo xolasa nereden göremiz mehmonlar? Ağız var, keyiz var. Mehman kim? Zara kuruluş tuttu dedi. Мы как знаем вы, да, Таева Зара? А ты что, не знаешь? Не, мы знаем, просто нам строитель говорил, мы договорились с Зарой, да? Qarang, misol uchun men sizlardan noqonuniy narsani so'rab turgan yerim yo'q-ku. To'g'rimi? Qonuniy narsani so'rab turibman. Tak. Men qonuniy narsani so'rasam, siz meni ustimdan yozib turibsizdan, qizim dori ichdi deysiz, boshqa ichdi deysiz. 102 men o'zim qilaman telefon. Нет, мы тоже 102 звонит. Naglый gelip iş yerde yola girip ruhsatsiz girip ne alıp tuttular. Qarang, kimdan ruxsat olishim kerak shuni ayting. Tutsunuz. Siz üzerinizde kuruluşlarınızı bilin. Siz aşırıda dihkan bazar, büyük bazarda kuruluşlarınızı bilin. Kulu verin. Bir sizniki emas-ku. Davay. Bu arada nav beren nav maqsadda gap tutasiz, nav gap so'zingiz bor. 102'ye xabar bergansan tutib turamiz. Men birinchidan siz yeringizga kelmadim. İkinciden ben devlet yerine gap turibman. Üçüncüden siz bu yerda hech kim emassiz. Siz gelip durup noqonuniy qurilishga siz aralashib Qani noqonuniy qurilishsa asos bormi, dokument bormi? Noqonuniy bu deb hujjat bormi? Qani bu hujjat noqonuniy deb hisobot kelasiz beri. Qani shu gap. Qachon beri nakkanisiz. Sizdan boshqa hech kim ishlamayapti. Qarang, o'zingiz uyalmaysizmi? Insonlarni o'zingizni ko'rasiz. Uyalmaysizmi siz? Navni uyalishim kerak. Gaplashyapsiz. Navni uyalishim kerak. Siz uyaling yoshimida. Siz uyaling. Tushundingizmi? Siz ruxsatimni olmasdan sizdan shu rasm qo'yasiz. Sizdan shu qizimni chiqarasiz. Sizni farzandlaringiz bormi? Uyat bormi sizda? Ой, откуда у него уят? Два стоят тут амбалы, стоят. Yurtdoshlar tushungan bo'lsangizlar, men oqshomgi ichki ishlarga borib gaplashganimdagi ayolni opasi ekan. Aynan hozir o'zlari aytib, qizimni chiqarasizlar. Qizingizni chiqargan o'zingiz birinchidan. Yo'q, men chiqardimmi? Men chiqardimmi? Men qarang. Aptekachini anam bordim yaxshimi dey. Dori sotgansiz deb aytganman. Havo men para beraman deb aytdi. Aptekacha hech gap bo'lmasligi uchun men chishirmadim shuni, tushundingizmi? So'rang uni voy aytmay bo'yicha men aytganman shuni. Aptekadan olganmi ekan qizingizlar? Aptekadan olgan men borganman shu yerga yaxshimi dey. Aptekadan olgan. Men bordim aptekan uchun. Yurayman.